Diqqat, aholiga tezkor xabar. Kelgusi 2-3 yilda uy-joy narxlari keskin oshishi yoki pasayishi kutilmayapti. Markaziy bank vakili. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda kelgusi 2-3 yilda uy-joy narxlari barqaror saqlanishi prognoz qilinmoqda. Bu haqda Markaziy bank boshqarma boshlig'i o'rinbosari Sunnatullo Xolmurodov YouTube'da bergan intervyusida aytib o'tdi. Mutaxassis tahliliga ko'ra, yaqin yillarda uylar narxi keskin oshishi yoki pasayishi ehtimoli kam, chunki hukumat talabga mos ravishda taklifni shakllantirish ustida ishlamoqda. Buning natijasida narxlar barqaror saqlanib qolishi mumkin. Oldimizda bir qator muhim vazifalar bor. Masalan, 2030-yilgacha quriladigan uy-joylar soni har yili 10 mingtaga oshib borishi belgilangan. Joriy yilda mas'ul vazirlik va idoralarga 140 mingdan ortiq xonadonlarni qurib bitqazish topshirig'i berilgan. Shu bilan birga talabni rag'batlantiruvchi ko'plab omillar ham inobatga olish muhim. Masalan, demografik omil alohida o'ringa ega. Bugungi kunda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi tijorat banklari bilan birgalikda qator muhim ipoteka mahsulotlari ustida ish olib boryapmiz. O'ylaymanki, bu ham o'z navbatida bozorda yangi talabni shakllantirishga muhim asos bo'ladi. Shu nuqtai nazardan kelgusi yillarda uy-joy narxlarida keskin tushish yoki oshish tendensiyasini kuzatish emas, balki barqaror narx darajasini prognoz qilishimiz mumkin, dedi Markaziy bank vakili. Sunnatullo Xolmurodov 2025-yilda O'zbekistonda banklar 70,4 ming nafar fuqaroga 21,2 trillion so'm ipoteka kreditlari berganini aytdi. Bu tarixiy maksimum. O'tgan yili respublikada 135 mingta xonadonlar qurib bitkazildi. Shundan o'rtacha 33% yoki 43,6 mingta kvartiralar aynan banklar kredit mablag'lari hisobidan qurilgan, deya ta'kidladi mutaxassis. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.